Profilingizda obunachilar soni ko'p, lekin kontentlaringizda layklar soni kammi? Tabriklayman. Demak, sizning o'zini do'stman deb yurgan tanishlaringiz nihoyatda ko'p ekan. Chunki begona sizga layk bosadi, kommentariya yozadi, videolaringizni repost qiladi. O'zini do'stman deb yurgan do'stlargina sizning har bir xatti-harakatingizni zimdan kuzatib, layk bosishmaydi, kommentariya yozishmaydi, videolaringizni repost qilishmaydi. Bilasizmi nega? Chunki ular o'zlaridan sizni o'zib ketishingizni aslo istashmaydi. Yutug'ingizni zimdan ko'ra olishmaydi, hasad qilishadi. Sizning g'alabangizdan quvonishmaydi. Yuzingizga kulib qarab turishsa-da, ortingizdan toshlar otishadi. Siz esa o'sha toshlarni yig'ib, o'zingizga qal'a, qo'rg'on quring. Hasad qilayotgan kimsalar esa o'zlarining chirkin qora qozonlarda o'z yo'qlariga o'zlari qo'urilib yashayversinlar. Siz esa parvozni baland oling. Biz ularni ortda qoldirib bo'lganmiz. Ular esa changimizda qolib ketishgan. Changda qolganlar, bizga yetib oling.